Agar prizi 50 ming pulim bo'lganda men точно bu kvartirani olardim. Bu kvartiramiz JK muhtasham Yunusobod tumanida ko'p turganinglardek patologlari ham ancha baland. Kvartiramiz bu kevrishimiz bizda zal kichkinagina kompaktniy zalimiz o'zini mana shunaqa balkoni bilan bemalol ertalab chiqib sekin kofe ichib turasizlar. Mana shunaqa o'zini chiroyli качественный divanlari bilan bu yerda ko'p turganinglardek mana shunaqa chiroyli dekori. Bu yerdan chiqamiz. Katta bizda prixожий и spalni ko'rib turganinglarda banni xalatlarigacha tayyorlab qo'yishgan. Tayyor yashashga bunaqa kompaktniy kichkina spalnisi o'zini. Bu yerdan chiqqanimizda bizda oshxona, har doimgidek oshxonasi ham tayyor yashashga texnikalar Hofmanndan, bular shpondan qilingan. O'zini pechkasi, mikrovolnovka, kir mashina, yashashga tayyor kvartira. Agar bu kvartiramiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar.